Super. Endi argumentlar bilan ishlab ko'ramiz. Ya'ni skriptda argumentlar degan tushuncha bor. Xo'p, xullas kalom, skriptni ishga tushirayotgan vaqtda unga tashqaridan ma'lumot uzatish argumentlar deyiladi yoki parametrlar orqali amalga oshiriladi. Bu skriptni har safar tahrirlamasdan uning ish natijasini o'zgartirish imkonini beradi. Xo'p, position parameter 5 ta argumentlar maxsus o'zgaruvchilar orqali qabul qilinadi. Ular skript nomidan keyin kelish tartibiga qarab raqamlanadi. Xo'p, skriptni nomi fayl yo'li bilan birga, ya'ni $0 qilsak, birinchi argument bu 1, 2 bu 3 va hokazo deb ketaveradi. Bilasizmi? 10 argument 9 dan raqam figurali qavsga olinadi. Uje dalshi 9 dan A ga o'tadigan bo'lsa, uje qavsga olinib ketiladi, shunaqa tartibda ketadi deyiladi. Misol ko'rishimiz mumkin. Bu o'tgan darsdagi nano argument.sh bu yerda va -5. Endi keyingi nimamiz? Shunchaki argumentlarga kiritamiz. Misol uchun echo bu yerda script nomi deymanda. Hozir buni ishlash prinsipini tushunib olasizlar. 0, ya'ni 0-argument deymiz. Xo'p, keyingisi. Bizda birinchi foydalanuvchi, misol uchun echo biz birinchi foydalanuvchi deymizda va bu yerga 2.1 deymiz. Echo bu yerga ikkinchi foydalanuvchi. Foydalanuvchi deymanda va bu yerga 3 qo'yaman. Va hokazo shu tartibda, misol uchun bir nechta foydalanuvchi qilmoqchi bo'lsangiz, ishlatib ketaverasiz. Buni saqlayman, chiqaman va chmod berib olaman. Plus execute arguments.sh va 5 arguments.sh qilib enter bosadigan bo'lsam, bu yerga e'tibor bering. Shunchaki bu skript nomi deganimizda, 0 deganimizda bu yerda aytganimdek skript nomi bo'ladi. Ya'ni 0 deydigan bo'lsa, shu fayl bilan birga, ya'ni fayl o'sha faylning nomini oladi. Ya'ni odatda shunaqa 0 bersak shu bo'ladi. Ikkinchi keyingilar uje argumentlar hisoblanib ketadi. Misol uchun bu yerda biz berishimiz mumkin bo'lgan narsa, misol uchun ali vali desam, enter deb bossam, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda aliga oldi, cho'tta kalish degan bo'lsam, nimagadir birinchisiga ham olvordi bu. Lekin ali kalishga g'ada skript nomi argument, lekin bunga ham olishi sal tushunarsiz bo'ldi. Xullas kalom shunaqa. Prinsipi tushundingiz nima bo'layotganini. Keyingisi maxsus argument o'ldiruvchilar. Argumentlar bilan samarali ishlash uchun 5 da yana bir necha foydali o'zgaruvchilar mavjud. Bular dollar shotga skriptni uzatilgan jami argumentlar sonini ko'rsatadi. Va yulduzcha barcha argumentlar bitta satr, ya'ni string sifatida ko'rsatadi. Bunaqa belgisi barcha argumentlarini alohida ro'yxat sifatida ko'rsatadi. Sikllar uchun qulay. Ya'ni sikllar uchun skript ishlayotganda jarayonni ID raqam, ya'ni PID ni ko'rsatib beradi deyapti. Xullas kalom, siz jami shotkada argument kiritdingiz. Misol uchun biz echo bu yerda echo nano argument. Xo'p, buni shunchaki izohga qoldirib ketaveraman buni. Va pastda men echo siz jami aytaylik dollar berga ta argument kiritdingiz deb qo'ysam, bu yerda sanab beradi. Misol uchun undan keyingisi echo va barcha argumentlar deb qo'yaman. Va shotga deb bu yerda qo'yib qo'ygan bo'lsam, saqlayman, ichga tushiraman. Argument salom
nima gaplar deyman va voy. Tak 5 ko'rishingiz mumkin mana. Siz jami 3 ta argument kiritdingiz. Barcha argumentlar ali, kalish, ali degan matnni chiqaraverdi. Ko'rganingizdek, xuddi shunaqa foydalanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pit ID'lardan foydalanib ko'ringlar va string sifatida ko'rsatishni ham ko'rib chiqinglar. Xo'p, shift buyrug'i argument surish. Ya'ni shift buyrug'i argumentlar ro'yxatini chapga bir pog'ona suradi. Bunda $1 ochib ketadi, $2 uni o'rniga $1 ga o'tadi va S3 ga o'tadi. Xullas kalom, bitta pog'ona surib beradi deyapti. Ko'rishingiz mumkin. Buni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Buni kopiya qilib olaman va nano arguments.sh va buni ham izohga olib qo'yaman shunchaki va bu yerga buni tasdiqlaman, saqlayman. Qayta ishlatadigan bo'lsam enter. Birinchi argument endi ikkinchi argument eski ikkinchi degan narsani chiqarib berdi bu yerda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi shunaqa qilib bizga hop surib berdi. Birinchi nima qilishimiz kerak bu yerda? Salom nima? Voy. Birinchi argument endi salom. Endi birinchi argument eski ikkinchi nima? Xullas kalom bitta surib berdi bu yerda. Bu yerda endi argument va qo'sh tirnoq. Agar argument tarkibida bo'sh va probable bo'lsa, uni albatta qo'sh tirnoq ichida yozish kerak. Bu yerda aytayaptiki, agar qo'sh tirnog'imiz probable bo'lsa orada buni qo'sh tirnoqqa yozishimiz kerak deyapti. Ya'ni odatda biz o'zi matnlarni qo'sh tirnoqqa yozishimiz kerak bo'ladi. Qo'sh tirnoqqa yozib ketyapmiz. Foydali maslahat argumentlar borligida tekshirish. Foydalanuvchi argument kiritishda unutib qo'ysa, skript xato berishi mumkin. Buni skript xato beradi. Ko'rib chiqdik buni. Endi amaliy topshiriq info.sh skriptni yarating. Skript uchun argument qabul qilsin. Ism, familiya, kasb. Ekranda quyidagi xabar chiqsin. Jami argumentlar soni 3 ta. Xodim ism, familiya chiqsin va kasbini chiqarib bersin. Shu chiqasin va skriptni oxirida ishga tushirib ko'ring. Xullas kalom, asosiy argumentlarga taalluqli bo'lgan darslik shulardan iborat. Keyingisida shart operatorlarini ko'rib chiqamiz, ya'ni iflarni ko'rib chiqamiz.